Assalomu alaykum do'stlar, charchamayapsizlarmi? Sog' salomatmisizlar? Kechki efirimizni boshladik. Bugun yangiliklarimiz bor. Hozir birgalikda mana shu yangiliklarni boshlaymiz, sizlarga yetkazdiramiz. Sog' salomat bo'lsalaringiz bo'ldi. Ukam, qandoqsan debdi. Yaxshi, rahmat. Sog' salomatmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Hamma yaxshimi? Ishlaringizga omad. Xo'p, prezidentni O'zbekiston Respublikasi prezidenti va mana shu butun O'zbekiston xalqini so'kkan, tarqalgan audioni o'sha isbotlab chiqishibdiki, bu mustaqil tarzda isbotlab chiqibdiki, bu montaj emasligini. Hozir buni sizlarga ko'rsatib beraman. Bugun bir 2-3 xil yangiliklarimiz bor. Hozir sizlarga yetkazdiraman. Xo'p, birinchi navbatda bizni yangitdan ko'rayotganlar bo'lishi mumkin. Qanday bu xabar deydiganlar bo'lishi mumkin. Nimani isboti deb tushunmaydiganlar bo'lishi mumkin. O'shaning uchun boshdan eslatib o'tib ketaman. Ko'pchilik o'ylashdiki, nima prezidentni haqoratladimi? Nafaqat O'zbekiston Respublikasi prezidentini haqoratladi. Bu balki butun O'zbekistonda aholisini, O'rta Osiyoni onasidan so'kdi. Bunga jim turish endi qanday bilmadim endi. Buni men o'sha insonni kuzatib turgan insonlarga ham men hayronman. Qanday qilib kuzatishyapti? Buni auditoriyasida o'tirgan insonlar qanday qilib eshityapti? Seni ham onangni so'kayapti. Yo'q, balki bilmassan, balki bunga e'tibor bermagandirsiz. E'tiborli bo'ling. Hozir eshitamiz. Familiya qarang. Familiya qarang. Hozir qaytadi. Siz просто o'sha videoni ko'ring. Hech qachon g'alaboylikni ko'zlikda birinchi o'ringa qo'ymasdi. Qo'yaver, men bilan tortishma, dalil bilan isbot deyapti. Onasini Anaqa Timur. Hammaga aytasiz, ana video qaytadi deyapti. Onasini sizga yosh bola ham biladi-ku, prezervativni o'zi salfetkada ota O'zbekistonda hattoki prezident birinchi o'ringa shu narsani qo'yib berdi o'sha. Mana ular men musulmonman, Shavkat Mirziyoyev musulmon dedi. Shavkat Mirziyoyevning musulmon bo'lganda edi, hech qachon g'alaboylikni ko'zlikda birinchi o'ringa qo'ymasdi. Qo'yaver, men bilan tortishma, dalil bilan, isbot bilan, fakt bilan keltirib beraman. Prezident oilasi, qizi, kuyovi kimligini men yaxshi bilaman-ku, hammadan ko'ra. Qaysi dinga e'tiqod qilishigacha bilaman, men dingacha bilaman. Ishonamiz emas. siyosatga aralashmayman, ko'ring. Yo'q, siyosat emas, bu просто men o'sha davlat rahbari musulmon emasligini dalil bilan, isbot bilan keltirib beraman men. Просто bu odamlar slishkam dalbayibdi bular, короче. Eshitamiz oxirigacha. Hozirroq. Bular o'zlari qirol deb ishongan odamni, qirolni o'zidan dini boshqada bu shunaqa narsa bilyapti. Zo'rba, короче, qo'shilmang bu temalarga. Yaponiya baribir Amerika fuqaroligini olmas shekilli. Yaponiya bilan Amerika turibdi, o'zi tashyapti menga. Fuqarolik olaman, chiqib ketaman. Bu O'rta Osiyo bu odam bilmaydi. Bu baribirlar bular. Bu bularni o'zi. O'rta Osiyo odam bo'lmaydi, varvarlar bular deyapti. Ishtonmas, davlat ham ishtonmas, xalq ham ishtonmas. Xalq ham ishlasamas deyapti. Amini yegan, короче, xalq. Ana, Amini yegan davlat. eshitamiz oxirigacha. Onasiz kelgan, короче. Onasini Menga qo'yadigan bo'lsa, men faqat tinglovchiman. Qaysiga o'zini mullasini aqlini so'kib yurgan xalqda bu onangizlarni benzin qo'yib yoqirish kerak. Shuni onangni bir balo qilaylarni benzin qo'yib yoqib yuborish kerak deyapti. Benzin qo'yib yoqib, yadrni bomba tashlab o'ldirib yuborish kerak. Yadrni bomba tashlab o'ldirib yuborish kerak deyapti. Chunki o'zini aqlini, o'zini domlasini so'kkan xalq bu. Bu xalq odam bo'lmaydi, ziyoda. Buni o'zi ham so'kib chiqdi, Abror Muxtor Aliyni o'zi ham so'kib chiqdi. O'zini mullasini o'zi ham so'kkan bu.
ko'tingizni yirtib yuborsangiz ham, men ham hech Endi qarang, bu ayol ham eshitib o'tiribdi bu gapni. Bilmayman kim bu ayol, balki bu ayol o'sha vaqtda gapirmagandir, balki tushunmay qolgandir. Buni auditoriyasida o'tirgan insonlar va buni keyin montaj deb chiqyapti. Qo'rqib ketdi. Sababi nimaga qo'rqmaydi bu? Qo'rqadi. Butun boshli respublikani prezidentini so'kiyapti, haqorat qilyapti, oilasini haqorat qilyapti. Bilib o'tiribdi, oilasidan qo'rqyapti. Endi buni montaj deb chiqibdi. Bizga bir obunachimizmi endi bilmadim, bizni kuzatuvchimi yubordi. Buni isbotini keltirib berdi. Bu videoni men hozir kanalimga post qilib belgilab qo'yaman. Bemalol o'tib ko'rsalaringiz bo'ladi. Hozir endi isbotini eshitamiz. Men to'liq qo'yib bera olmayman. Kanalimga jalba kelib qolishi mumkin. Shuning uchun hozir sizlarga isbotlab berishdi buni. Mustaqil tarzda isbotlab berishdi. Butun O'zbekiston xalqini qolaversa, Mana u bola. Osiyolik millatlarni haqoratlagan Timur Raishovning chiqishi haqiqatdan ham sun'iy intellekt yordamida qilinganmi yoki bo'lmasam bu haqiqat? Agar buni bilishni xohlasangiz, videoni oxirigacha kuzating. Biz esa boshlaymiz. Buni poddelka qilish uchun, qarochi kalla bu-ku, albeton bo'lish kerak. Qilloq shunday. Tamoqchasi urilib gapirgan. targ'ibot. Timur, bilasan, xalq tanlashing mumkin, lekin bilet programmani ezitib nektardan allolmaysan. Azlarim, kanalga iltimos sizlardan obuna bo'ling, videoga like bosing, fikringizni emin erkin bemalol qoldiring. Faqat haqoratlarsiz va birovning shaxsiyatiga tegmagan holda. Masala shunda, Timur Raishov o'zining chiqishlarida Telegram gruppasida haqorata tomus so'zlar bilan chiqish qildi. Bu juda ham katta shov-shuvlarga sabab bo'lib ketdi. Asosan o'zini haqoratlarini O'zbekiston xalqiga qaratib kesotdi. Bu borada ko'pchilik munosabat bildirib chiqdi. Ba'zida hali ham ishonmaydiganlar bor. Ishonsa ham ishongisi kelmaydiganlar bor. Lekin 2026-yilning aprel kuni ushbu audio yozuv yozilgan ekan. Hatto ushbu audio yozuvni yozib olgan odam ham skrinshot orqali mana shu audio haqiqatdan ham sahnalashtirilmaganligini iddao qilib, alibi sifatida skrinshotlari bilan taqdim etdi. Lekin Timur Raishov o'zining so'nggi chiqishida bu sun'iy intellekt yordamida qilingan deb o'zini oqlab iddao qilib chiqdi. Go'yoki Timur Raishovni azaldan beri haqorata tomus ishlatib kelayotgan so'zlari sun'iy intellekt orqali yasalganimish. Kulgili emasmi? Bu borada Otabek Jo'rayev ham tegishli joylarga Timur Raishovning ustidan arz qilib chiqdi. Endi oxiri nima bo'lishini faqatgina vaqt ko'rsatadi. Lekin sizlarning diqqatingizni bir boshqa bir narsaga qaratmoqchiman. O'zimning bir uzoq tanishim bo'lgan IT mutaxassisiga iltimos qildim va u ham ushbu IT mutaxassisiga murojaat qilibdi. Bu endi mustaqil tekshiryapti. Diqqat bilan eshitamiz. Videoni men post qilib qoldiraman. Kanalimning nomi Jahongir Nigoh deb yozilgan ekan YouTube kanalida. Mana shu blogerga ham katta rahmat aytamiz. Diqqat bilan eshitamiz. Audio yozuv haqiqatdan ham sun'iy intellekt yordamida qilinmaganligini aytib o'tdi. Alo, assalomu alaykum, Ibrohim, yaxshimisiz? Alo, assalomu alaykum. Tondingizmi? Ha, tonadim. Men tashlagan audioni ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. Ha, nima deysiz? Sun'iy intellekt bilan yasalganga o'xshayaptimi yoki yo'qmi? Tekshirdingizmi o'zi? Albatta tekshirib ko'rdim. Afsuski, sun'iy intellekt tayyorlaganiga shubham bor. Chunki ovozlar haqiqiyga o'xshayapti. Programma tiqib ko'rdingizmi uni? Albatta tekshirib ko'rdim. Programmalarda 2 soat vaqtim ketdi, afsuski, lekin sun'iy intellekt qilmagan. Ha, rahmat. Men hozir razgovorimizdan foydalanib, misol uchun obunachilarimga shuncha isbot dalil keltiryapman, nima qilyapman? Demak, siz ham tasdiqlaysiz, bu haqiqiy audioligini, hech qanday sun'iy intellektga yasalgan holati juda ham ushqashligan, to'g'rimi? Yasalmaganda, как бы o'sha boyagi streamdan kimdir uni yozib olgan, sun'iy intellektga yasash ehtimoli deyarli yo'q deyapsiz, to'g'rimi? Shunday. Demak, men shunaqa sun'iy intellekt bilan deepfake'larni necha yildan beri aniqlab kelasiz, ko'p holatlarda mutaxassisligingiz shu bo'yicha? 2-3 yildan beri. 2-3 yildan beri mana shunday shug'ullanib kelar ekan. Mana shu
blogerda aytishi bo'yicha mana o'zlari gaplashyapti. IT mutaxassisi bilan. Rahmat sizga. Men ham hozir sun'iy intellektlar orqali tekshirib ham ko'rdim. Deepfake sun'iy intellektlar bor ekan shunaqa, siz bilsangiz kerak. Shular orqali tekshirib ko'rdim. Afsuski ular ham haqiqatdan ham shu sun'iy intellekt yasamagan. Ya'ni haqiqiy audio deb chiqdi. Bundan tashqari siz boya menga maslahat bergan izotop nektar programmangizga ham o'zim tekshiruv qildim. Menga ham xuddi shu narsa chiqdi. Hay nima qandirdik, bularga insof bersan. Shu bilan birga internetdan turli xil sayt material sunlari Hozir oxirigacha ko'rsatmoqchiman. Ba'zi bir ikkita joylar. Asosiysi ovoz kesilganmi, yo'qmi, yasalganmi, yasalmaganmi degan joylariga qanday bilsa bo'ladi degan paytim gapirgan payti o'sha ovozda ha deb bo'yga chuqur nafas olib xo'rsingan joylari bo'lar ekan. O'sha joydan bilsa bo'lar ekan. Ko'ryapsizlar? Nafas olinyapti. Voy Mana endi bugun chuqur nafas olindi. Men bu yerda ham eshitilmas. endi qarang, buni bemalol men hozir meni postimda, kanalimda postiga belgilab qo'yaman. Buni bemalol ko'rsalaringiz bo'ladi. Isbotlab beryapti mana. kinoni boshlab qo'yganman. Shu kinoni ko'rgim keladi. Ko'ryapsizlarmi? Qansirab nafas olish joylari. Sizni saytingizdan chiqqan vaqt siz Ko'ryapsiz, ha? Men bag'da. Eminda mana shu joyda ham yana bir kesamiz. Ko'rdinglar? Odam gapiradi. Xullas, chuqur nafas. diqqat bilan eshitamiz. Men hozir buni keyin jonli efirdan keyin ko'rsalaringiz bo'ladi. Belgilab ketaman, kanalimga post qilib ketaman buni. Sun'iy intellekt emas deb yozib qo'yaman. Yoki montaj emas ekan deb yozib qo'yay. Xo'p, mana kanalimga post qilib qo'ydim. Bemalol qidirib topsalaringiz bo'ladi va mana shu bolani mana post chiqarib qo'ydim. Meni kanalimga kirganingizda mana postda turibdi. Montaj emas deb yozib qo'ydim. Shu bolaga shunchalik befarq bo'lmagani uchun kanaliga kirib 9100 ta prosmotr bo'lgan ekan. Videoni yaxshilab ko'rib, izohlariga rahmat deb yozib ketingizlar yoki nimadir deb yozib ketingizlar. Bu ham shuncha mehnat qilibdiki, befarq bo'lmabdi. Endi bitta gapimda aytib o'tib ketmoqchiman. Bu yerda mayli, prezidentni so'kibdi, oilasini so'kibdi. Ular o'zlarini o'zlari himoya qilib oladi. Seni nima ishing bor deyishingiz mumkin. Endi qarang, bo'pti, unga ham e'tibor bermang. Bu xalqni deyapti. Bu varvarlardi deyapti. Ustidan benzin qo'yib deyapti. Yadroni bomba tashlab portlatib yuborish kerak deyapti. Onasini bir balo qilaylar deyapti. Mana shu butun O'rta Osiyo deb aytayapti. Hammamizni, sizni ham, bizni ham hammamizni so'kayapti. Tasavvur qilyapsizmi? Hammamizni so'kayapti. Buni mana shu bolani, shu Temurni kanalda o'tirgan insonlarni ham so'kayapti. Ular eshitib, o'zlarini so'kayotganini eshitib indamay o'tiribdi. Qanday qilib buni qabul qilmaslik mumkin? YouTube'da juda ham mana to'g'ri qabul qilishyapti. Lekin Instagramga qo'ysam bu videoni, hammasi ketgan. Paxtakor, to'poy, kallangda ishlat. Shunchalik ham loh bo'lasanmi? O'sha Instagramdagilarga yoki buni kuzatayotgan insonlarga. Seni onangdan so'kayapti. Seni farzandingni so'kayapti. Opangni, ukangni, akangni, singlingni so'kayapti. Qanday qilib jim turibsan? Endi buni qanday qabul qilyapsan? Yo, men o'shalarga nima e'tirozim bor? Biroz buni kanalda eshitib turibsan, biroz gapirmaysan, men so'kma. Hammamizni so'kayapsan. Nimaga bizni so'kasan demaydimi? Odam o'zini manfaatini yo'lida misol uchun aytayapman. Xo'p, misol uchun bu bilan osh qotiq bo'lgan insonlar. Seni hurmatingni qilamiz. Gap bo'lishi mumkin emas, lekin sen bizni so'kding. Bizni prezidentimizni so'kding, bizni o'zimizni ham so'kding. Nafaqat prezidentni, bizni ham so'kding. Sen bunga javob berishing kerak deb so'rab olishimiz kerak-da. Qanday qilib bunga jim turish mumkin? Bu o'zi birinchidan bunga isbot shart emas o'zi aslida. Mana bu isbotlab beribdi boyaga bola.
kanalini bir marta aytib o'tib ketaman. Kanalini nomi Jahongir Nigoh ekan. Jahongir Nigoh. Shu bola otasiga rahmat, shunchalik harakat qilibdi, befarq bo'lmagani uchun. Nima uchun biz jim turishimiz kerak bunga? Shuni so'kib o'tiribdi, o'zi so'kish eshitib bemalol o'tiribdi. Endi diqqat bilan eshitamiz-da. Men aytib o'tganman, mana Eronda xalqi norozi edi, o'sha davlatdan norozi edi. Ko'chaga chiqdi, noroziligini bildirdi. Lekin Amerika bilan Isroil o'sha payti Eronga urush qilganda bular nima qildi? Yo'q dedi, shunday davlatning orqasiga turib berdi-da, o'shalarga qarshi turib berdi. Yana bitta gap. 1 millionga yaqin insonni mustaqil ravishda, Rossiyada, Ukrainada ko'rdingizlar, o'sha mobilizatsiya e'lon qilganda hamma qochib ketdi. Eronda e'lon qilmasa hamma ariza topshiribdi. Biz chiqamiz davlat himoyasi uchun deb turib. Tanqidni mana ko'rib kelayotganlar ko'rib turibdi, tanqid qilib kelyapmiz. Yo'q, gap bo'lishi mumkin emas, tanqid qilamiz, lekin davlatning rahbari bu davlatning yuzi degani. Bu xoh o'sha bundan oldingi rejimda Islom Karimov bo'lsin, uni xatolarini ochiqdan ochiq aytaversin, tanqid qilaversin. Shavkat Mirziyoyev prezidentni tanqid qilaversin, lekin haqorat qilishga hech kimning haqqi yo'q-da, chunki davlatning yuzi ular. Haqorat qilmaydi, tanqid xatolarni aytaversin. Lekin bu qanday haddi sig'yapti-ku, bemalol qarang. Bunga hozir tegishli chora ko'rmasa, o'zi hozir qo'rqib turibdi. Lekin tegishli chora ko'rmasa, bu o'ylaydiki, men demak shuncha haqorat qildim, qo'lingdan hech narsa kelmaydi deydi. Demak, yana endi kibr shunday narsa-da, bitta narsani tushunaylik. Sen zo'rsan deb turib, buni orqasidan bir katta auditoriyadagi insonlar kelgandan keyin ham o'ylab qoldiki, boshqalar ko'tardi, sen zo'rsan degandan keyin bu haddidan oshib ketdi. O'zi bilib o'tiribdi. Chichib qo'yganini bilib o'tiribdi, lekin o'sha payti ko'tara olmay qoldi. Bu men shunaqa zo'r ekanman dedi. Hamma meni ko'taryapti dedi. Men bemalol hamma istagan gapimni gapiraman deb chiqdi. 200 lamachiligini men sizlarga aytib beraman. O'sha Gulirona Qosimovani tarafini olib, o'sha Abror Muxtor Alini so'kib chiqdi bu. Shunaqangi so'kdi. Endi aytayapti, o'zi aytayapti. O'zini mullosini so'kkan xalq bu odam bo'lmaydi deyapti. Sen ham so'kding-ku shuni. Abror Muxtor Alini so'kding-ku o'zing. Keyin pozitsiyasini o'zgartib, chunki bu shoumen, to'g'ri tushuninglar, bu shoumen, bu PRchi. O'zidan so'rasalaringiz ham aytadi, bu PRchi bu. Xohlagan tomonga o'tib ketaveradi. Bu tomonga o'tdi-da, bu tomonga qarshi gapirib ketyapti. Nima deyotganini o'zi bilmaydi. Lekin buni qo'llab yotgan bizning ichimizdagilar. Sizlar hozir buni tushunish kerak. Xato bo'lganda tushunib, biz xato qildik, buni kuzatib xato qildik. Bu shunaqa ekan deb turib pozitsiyani to'g'rilab oling. Bo'lmasa siz ham buni bunaqa bunga sherik bo'lib qolasiz. Bu eng yomon narsa. Tushunish kerak, baraka topkirlar. Bu paxta qo'yish, boshqa qilish narsa emas. Nafaqat bizni prezidentimizni, uni oilasini, mayli prezidentni oilasini prezident o'zlari himoya qiladigan darajada, lekin tasavvur qiling, bizni butun xalqni so'kayotgan paytda unga nimaga jim turishimiz kerak? Hozir men prezidentni so'kkanini gapirsam, aytishingiz mumkin, sen paxta qo'yyapsanmi? Yo'q, xalqni so'kkanini eshitib turibsizlar-ku. Montaj emasligini ko'rib turibsizlar-ku. Nimaga bunga jim turishimiz kerak biz? Bunga tegishli chora hozir ko'rilmasa, bu keyin o'ylaydiki, bu emas, boshqalar ham o'ylaydi. Mana u bola O'zbekiston butun O'rta Osiyoni so'kdi, xalqini so'kdi. 38 million aholisi bor davlatni, O'zbekistonning prezidentini so'kdi, oilasini haqorat qildi. Bunga hech narsa demadi, bizga ham hech narsa bo'lmaydi deb boshqalar ham chiqadi. Endi tasavvur qiling, agar sun'iy intellekt ravishda Jahongir To'laganovnimi yoki Otabek Hamidovnimi yoki Sirojiddin Medianimi shunaqa videosi tarqalganda edi, men aniq ishonch bilan aytaman, ani qoralovchi kompaniyalar chiqardida, mana Jahongir To'laganovni ko'rib qo'y, shunaqa deb chiqdi deb turib chiqardi.
yoki Otabek Hamidov shunaqa deb chiqdi yoki o'sha sochda media shunaqa chiqdi deb hammasi birdan chiqib olardi. Keyin montaj bo'lsa chiqardi, montajligi isbotlansa. Ha bu montaj ekan, lekin shunaqa deb chiqardi. Bu montaj emasligini taxminan sezib turibmiz-ku, bilib turibmiz. Mana isbotlab berdi mustaqil ekspertlar. Hali buni o'sha davlat ekspertlari ham aniqlaydi, xudo xohlasa. Lekin nega buni tarafini olib himoya qilayotganlarchi? Bunga dalda bo'lib turgan insonlarga nima deysiz? Qanday qilib buni qabul qilish mumkin? Hozir men chatlarda o'qiy olmayapman, uzr. Men o'zim buni oddiy qabul qila olmayapman. Hali endi men ham surishtirib ko'raman. Endi bu yerda men ham surishtirib ko'raman. Qani bu yerda mustaqil ekspertlar bormikan? Shunaqa ekspertda tekshirib ko'rsa bo'ladimikan, yo'qmikan Yevropada? Bir surishtirib ko'raman. Agar imkonini topsam, men ham ekspertizaga berib ko'raman. Agar topsam. Lekin va'da bera olmayman. Ertaga sen va'da beruvdi, qila olmading deyishingiz mumkin. Ha, bir so'rab ko'raman, surishtirib ko'raman, bormikan, yo'qmikan? Chunki til masalasi ham borda, tilni ham juda yaxshi tushunish kerak. O'zi bunga ekspert shart emas. To'g'ri tushuninglar, ovozi bunaqangi soni intellekt qilib bera olmaydi. Agar aytayapman-ku, Jahongir To'laganov, o'sha Otabek Hamidov, Sirojiddin media yoki boshqasini bemalol shunaqa montaj ovozi yoki montaj videosi chiqqanda edi, chiqib birdaniga fikr bildirardi. Uni so'rab tekshirmasdan fikr bildirardi. Buni o'sha yoshi katta insonlar ham bilib o'tiribdi buni. Deylik o'sha emasligini, montaj emasligini. Lekin bunga jim turishni o'zi kim jim turgan bo'lsa bilib turib, o'sha hammani anonsi bor-ku, misol uchun auditoriyasi borlar yoki boshqasi borlar yoki buni himoya qilib turgan insonlar, mayli shaxsan tanish bo'lishi mumkin. Bu tomonni ham to'g'ri tushunamiz. Odamgarchilik jihatdan, lekin butun boshli bu oddiy narsa emasda, bir insonni ustidan haqoratlash emas. Butun xalq, butun O'rta Osiyoni va barchamizni otamiz, onamiz va farzandlarimiz hammamizni so'kayapti. Va davlatni yuzi bo'lgan prezidentni so'kayapti. Mana isbotini qilib beryapti. Ko'ryapsizlarmi? Bunga befarq bo'lmasdan qani ITchilar bormi? Sun'iy intellekt bilan ishlaydiganlar bormi? Yana ham buni ishlab, o'sha tekshirib chiqaringizlar mustaqil ravishda. Mana shu bolani otasiga rahmat. Bu bola qancha, agar bilsalaringiz, Sirojiddin mediani qancha haqoratlab chiqdi, qancha otasi, onasidan haqoratlab chiqdi. Unda ham men aytdim, baraka topkirlar, bu Sirojiddin media onasidan so'kayapti. U onasi olamdan o'tib ketgan. Onasi olamdan o'tsa ham, lekin muslima ayol, vatandoshimiz. Lekin uni so'kkanda eshitib turishlik, qizg'onmaslik, bu dayuslik bo'lib qolishi mumkin u ham. To'g'ri, yana ham bilmadim. Vallohu alam. Alloh bilguchi. Endi qarang, endi bunda butun barchamizni so'kkanda bu ajratmayapti. Misol uchun mana shu palonchilardan tashqari demayapti. Bu O'rta Osiyoni deb yoryapti. Varvarlar dedi. Bizda ajdodlarimizni ham so'kyapti endi. Yaxshilab mantiq bilan o'ylash kerak. U faqat prezident emas, butun ajdodlarimizga o'tib ketdi. Iskandar Makedonskiy kelganda ham bularni odam qila olmagan. Kim bu Iskandar Makedonskiy? Musulmon insonmidi u? Bu bizni ajdodlarimizgacha haqorat qildi. Bunga indamay qo'yishlik bundan keyin yana shunaqa insonlarning chiqishiga sababchi bo'ladi. Bunga jim qarab turib bo'lmaydi. Nega biz jim qarab turishimiz kerak? Befarq bo'lmang, baraka topkir. Har bitta hozir 400 ta, 478 ta inson kuzatib turibdi. Barchangizni so'kayapti bu. Ajdodlarimizgacha so'kayapti. Isbotini ko'rsatib beryapti. Endi odam men hozir shu bola bilan
opoq chopoq bo'lib yurgan insonlar, men bu bola bilan shaxsan urushmaganman, ko'rishmaganman, bir-birimizni tanimaymiz, shaxsan husumatim yo'q. So'kmasdan tanqid qilib chiqsa umuman meni qarshichiligim yo'q. So'kmasdan bemalol istaganicha, istagan tarafda tursin, xohlasin Sirojiddin mediani tanqid qilsin, xohlasin o'sha boshqani tanqid qilsin, unda menda hech qanday muammo yo'q. So'kmasdan tanqidini qilsin, shovini qilsin, umuman bunga e'tirozim yo'q. Lekin bu so'kayaptimi? Ertaga bu boshqalarga o'rnak bo'ladi. Boshqalarga o'rnak bo'lib ketmasligi uchun ham bunga tegishli chora ko'rish kerak. Albatta. Va o'sha hozirdan bu bilan opoq-chopoq bo'lib yurganlar, chiqib fikringizni bildiring, gapiring, chiqing. Agar jim tursangiz haqiqiy dayus siz bo'lib qolishingiz mumkin. Yana vallohu alam, men bilmayman, Alloh bilguchi. Va xoin siz bo'lib qolasiz lekin. Albatta xoin bo'lasiz. Davlatni dushmani deb bilaman men. Shaxsan fikrimcha davlatni dushmani deb bilaman. Sababini aytaman. Chunki sababi butun davlatni, butun O'zbekiston davlatini aholisini prezidenti bo'lgan o'sha Shavkat Mirziyoyevni so'kdi, musulmon emas deb haqoratlarni, oilasini so'kdi. Undan tashqari butun boshli millatni so'kdi. Butun boshli O'rta Osiyoni so'kdi va ajdodlarimizni ham so'kib o'tib ketdi. Unga jim turishlik bu vatanga xoinlik hisoblanadi. Shunaqa hisoblayman. Agar men aytaman, bular deyman, to'g'ri, hozir mayli. Agar fikrini bildirsa aytaman, qoyil qoldim deyman. Bular mana nohaq kelganda bular xolislikni keltira oladigan insonlar ekan deb bilaman o'shanda. Manfaat uchun har kim bilan do'stlashib ketish aynan mana shu insonlardan davlatni ertaga sotadigan xoinlar kelib chiqadi. Aynan mana shunaqangi insonlardan xoinlar kelib chiqadi. Buni esdan chiqarmaylik. Bunga e'tiborsiz bo'lishni o'zi umuman mumkin emas. Xo'p, men fikrlarimni bildirib o'tdim, adashmasam, menimcha bundan ko'pi yana o'sha bo'lib qoladi. Men fikrimni bildirib o'tdim. Bu meni shaxsiy fikrim. Endi Sirojiddin mediani ishiga qaytamiz. Sirojiddin Odilovning ishiga qaytamiz va Sirojiddin Odilovning arizachilari, ya'ni Sirojiddin Odilovga murojaat qilgan o'sha obunachilari, deylik, o'sha murojaatchilari menga aloqaga chiqishdi. Komiljon dedi, men kuzatib kelyapman dedi. Anchadan beri nomeringizni yosh katta ulug' inson ekan, aloqaga chiqdi-da, men anchadan beri kuzatib kelyapman dedi. Men guvohlikni bildiraman, fikrimni bildiraman dedi. Undan tashqari Qozog'istonlik, Olmaotadan adashmasam, O'zbekistonda aynan jinoyat qidiruvini bo'lim boshlig'i bo'lib ishlagan 80 yoshli adashmasam, otaxon aloqaga chiqdi va fikrlarini bildirib o'tdi. O inson ham o'sha meni o'zimga ham aytdi, o'sha tergov ishlariga aralashib, tergov sirlarini ochib bo'lmasligini aytib o'tishdan tashqari, Sirojiddin Odilovning ishini u inson tergovchi, o'sha jinoyat qidiruvini bo'limini boshlig'i adashmasam. Yana aniq bilmayman, shunaqa deb aytdi. Bo'lib ishlagan inson aytayapti. Hozir o'sha Olmaota shahrida yashar ekan, Qozog'istonda. O'sha odam aytayapti. Men buni dedi kuzatib, o'sha boshqa platformalarda ham kuzatib kelyapman. Advokatlarni gapidan kelib chiqib aytgan, blogerlarning gapidan kelib chiqib aytayapman dediki, u arizachilarning ariza muddati bo'ladi deb aytayapti. Agar o'sha ariza muddati o'tib ketsa, ular ham javobgarlikka tortilishi kerak edi. Hozir bilmayman lekin deb aytayapti. Bizning davrimizda shunaqa edi deb aytayapti. Endi men o'sha noxolis, bilib bilmasdan fikr bildirib qo'ymasligim uchun o'sha advokatlar bilan bog'lanaman va advokatlardan bilib aytishi kerak bo'lgan gaplarni, o'sha tergov siri bo'lgan holatlarni yoritmasdan to'liq, aniq ma'lumotlarni yetkazishni boshlayman. Xudo xohlasa, endi advokat bilan gaplashib, fikrlarni bildirib o'taman. Boshqa ma'lumotlarni gapira olmaymiz. Xo'p, shunaqa gaplar hozir yo'lda edi. Men aytdim, tayyor bo'lgan bo'lsa, biz YouTube'dan bog'lanishning imkoniyatini topolmay qoldim. Balki yana harakat qilib ko'rarman. Hozir yozamiz. Telefon qilib ko'raman yana bir marta. Yetib bordimikin? Xo'p, yetib bordingizmi? Yo'lda edi, o'sha rolda bo'lgani uchun yo'lda edi. Xalaqit qilmaylik, yetib borgan bo'lsa, o'sha Ahror
Otaxon ekan, Ahror Otaxon Hoji o'g'li ekan. Ha, Ahror Otaxon Hoji o'g'li deb yozib qo'yibdi. Xo'p, aloqaga chiqamiz. Agar jonli efirda ko'rib turgan bo'lsalar, men o'sha birdan efirga olib chiqaman, Telegramdan gaplashamiz. Fikrlarini bildirib o'tadi. Ungacha bu dodamiz, bobamiz, xullas, buvamiz bizni tilimizni, bizni shevamizda o'sha tayyor bo'lganiga qadar men chatlarda sizlar bilan suhbatlashib turaman. Aleksandr bilan Iskandar bitta odam emas deb aytayapti. Bitta masala bor. Buni ham Aleksandr Makedonskiy u o'sha Makedoniyalik Aleksandr, Iskandar Zulqarnayn u Qur'oni Karimda kelgan Iskandar Zulqarnayn. Ha, u to'g'ri aytyapsiz. Lekin bizda shunaqa keltirilgan Aleksandr Makedonskiyni o'sha bizda turkiy tilimizda Iskandar deb ketishgan. Lekin haqiqatda to'g'ri aytyapsiz. U Iskandar ikkalasi u Qur'oni Karimda keltirilgan Iskandar Zulqarnayn u boshqa va o'sha Aleksandr Makedonskiy umuman boshqa shaxs. To'g'ri aytyapsiz. Xo'p, endi adashayotganlar bu. Chunki bu shunaqa ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Endi Sirojiddin Odilovning temasiga qaytamiz. Xo'p, Sirojiddin tezroq mushkullari oson bo'lsin va oilasini yaqinlari bag'riga qaytsin, Allohim panohida bo'lsin deb aytibdi. Inshaalloh Xudo xohlasa. Keyin yana bitta narsani aytib o'tib ketay. Iltimos, mana misol uchun meni kuzatib turibsizlar. Men o'zimni misolimda keltiraman. Deylik, men juda ham ko'p tanqidlarimni qilib kelyapman yoki sizlarning ko'ngillaringizdan chiqyapman. Sizlarning ichlaringizdagi gapni gapiryapman. Mana u bola fidokor. Mana bu men ko'p narsalarda gapirib, kimlar bilandir tortishib yuribman. Bu degani men o'ta yaxshi inson degani emas. Meni kuzatyapsizmi? Meni xatolarim bo'ladi albatta. Kibr degan narsa bor. Siz meni qanchalik qo'llab-quvvatlab tursangiz, men kibrga ham berilib ketishim mumkin. YouTube'da menchalik bloger yo'q. Men yoki boshqa narsa deb o'zimdan o'zim faxrlanib ketishim mumkin. O'zimni o'zim o'sha darajamni bilmay kibrga berilib ketib, men noto'g'ri yo'lga ketib qolishim mumkin-da. Noto'g'ri yo'ldaligimni bilsam ham, o'sha kibrim bor-ku, kibrimdan tusholmasdan, kibrimdan voz kecholmasdan o'sha o'zimni xatoyimni tan olmay qolishim mumkin. O'sha payti ham menga ergashib ketavermaysiz. Ko'ring, men aytaman, doim shu, men shunday pozitsiyaga o'tganman. Men ham juda ham ixlos bilan kuzatardim hammani. Hammani emas, ko'pchilikni ixlos bilan kuzatardim-da, xatosini ko'rsam ham tan ola olmasdim. Xatosini ko'rib turibman, lekin tan olgim kelmasdi. Yo'q. Birovni ko'ring, yaxshi gapi, boshqa ko'ring, kuzatingda o'zingiz analiz qilib ko'ring. Analiz qilingki, haqiqatda to'g'rimi, noto'g'rimi, buni analiz qiling. Shunaqa birovga juda ham bunaqa bo'lib ketib, o'sha odam xato yo'lda ketsa ham, hamma ko'rib turgan narsani ko'rmay qolmang. Xalq ko'rib turgan narsani ko'rmay qolmang. Xo'p, endi bu asli bu otaxon tayyor bo'lganiga qadar men bu otaxon kimligini, Sirojiddin Odilovni o'zi haqiqatan murojaatchisimi, yo'qmi? Shuni ham isbotlab ketishim kerak-ku, bildirib o'tib ketay. Xo'p, mana. Videosini ko'ramiz. Isbot dalil bilan keltirib ketaveray. Bu kim edi o'zi? Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Biz mana ko'rib turgan edik. Toshkent viloyati jinoyat ishlari bo'yicha Oqqo'rg'on tuman sudidamiz. Juda qiziq holatlar bo'lyapti. Mana o'sha hamyurtimizni sudlanayotgan hamyurtimiz dadalar turibdi, savqroq o'tirib olaylik. Xullas, nima bo'lyapti? Hozir keldik, sud yopiq bo'lib qolibdi. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Men hozir o'g'lim Otajonov Abrolning dadasi bo'laman. O'sha holladan o'g'lim ham shunaqa ozgina adolat uchun bilsanglar kerak, ozgina adolat uchun kurashib yuradigan bolalardan edi. To'g'ri, xatolar, kamchiliklari bor, hammamizda bor. Hozir sudi bo'lish kerak edi. 140 qo'yilgan statyasi 244 244 talab qo'yilgan. Hozir shuni sudlamiz. Hozir
Jurnalist 140 dagi jurnalist qiz oshkorali deyapti. Prezidentimiz gaplar qaytda qo'yadi. Jurnalist qizni o'zi kirib yopiq sud qilardi kirib. Bitta qiz kichkinagina qizcha maddoh degan ma'noda deb hozir yopiq sud qilardi. O'shanga hozir mana sudda mana shu ko'ryapsizlar, murojaatchisi bo'lgan Sirojiddin Odilovning murojaatchisi. Endi mana shu inson bilan menga aloqaga chiqdi, mana aytaman deyapti. Abrorning otalari chinozlik deyapti. Mana endi mana shu xolis mana shu efirda o'zlari fikrini bildirib o'tadi. Xudo xohlasa, keyin bitta narsada adashmaylik, bizni shevamiz. Misol uchun Toshkentda o'tadilar yoki o'tadilar deydi, bu hurmat yuzasidan. O'tadi desa hurmatsizlik bo'lib qolishi. Bizda o'tadi, gapirdi, shunaqasiz, shunaqa deb gapirsa bu hurmatsizlik emas. Boyagi la yoki lar qo'shimchasini qo'shmasa hurmatsizlik degani emas. Shuni shevada aytib ketyapman. Bu shevada adashtirib qo'ymaysizlar. Bizni shevamizda shu. Xo'p, endi bu insonni o'sha men o'zlari ham aytib o'tib ketdi. Ko'rdingizmi? O'g'limni ham xatosi bordir. Xatodan xoli inson emas deb aytib o'tib ketyapti. O'g'lini xatosini ham tan olyapti, misol uchun. Xatodan xoli inson emas deb aytayapti. Bo'lmasa o'zini farzandi. Xo'p, endi ketamiz. Birinchi bilaylik, bu inson kimligini, Sirojiddin mediaga murojaat qilganmi, yo'qmi bilish uchun bir kuzatamiz. hammamiz chiqib turibmiz. 40-50 ga yaqin odam bor. Hammani onalarini 86 ga kirgan onalar ham keladi. Hammalarini chiqazyapti. Bu adolat deyapsiz, ochiqlik deyapsiz, ochiqlik qayerda qo'yapti. Bu ketishda qayerga qarab ketyapti. Demak, hozir ikkita, uchta statiyada ayblashyapti o'g'lingizni. Demak, shu bittasida 140-modda, ya'ni tuhmat, to'g'rimi? O'shanda bir jurnalist qizni maddoh deb aytgan ekan. Maddoh yozgan. Demak, shunga usta ariza yozib bergan. O'sha qizni iltimosiga ko'ra sud yopiq o'tirishi nima qilyapti? U qizni zo'rlamaganmi? Hech narsa zo'rlamagan. Bir qanaqadir boshqacha ish qilmagan, yopiq o'tadigan tarzda. Endi qarang, maddoh degan uchun yozdi deyapti. Endi bilmayman men, haqiqatda bilmaganimni bilmayman deb aytaman. Boyagi bola aytadi-ku, bilmaganimni bilmayman-da deydi-ku, shunday bilmayman men. Aytayapti, maddoh degan uchun ustidan yozib berdi deyapti. Endi tasavvur qiling. Bizni qancha haqorat qilib yozadi. Sirojiddin mediani dayus deb yotibdi. Lekin ariza yozgani yo'q birovning ustidan. Ya'ni ham bilmadim, balki endi qarang. Maddoh degancha jurnalist yozib beryapti ekan. Hali boshqa so'z emas ekan. Endi shunaqa fikrda keltirishcha. Xo'p, davom etamiz. Kommentda maddoh deb yozgan ekan. Demak, shunga u qiz sud yopiq o'tishini xohladi. Endi uni sha'ni qadr qimmat. Endi jurnalistlarga endi bunaqa bo'ladigan bo'lsa bilmadim. Endi to'g'ri qanaqadir pedofiliya bo'lsa, zo'rlash bo'lsa, oilaviy qanaqa ishlar bo'lsa, yopiq o'tishiga tushunamiz. Sudyaning ismi nima ekan? Sudyani Sanjar deb aytdilar. Qo'qon tuman sudyasini. Ismini Sanjarligini bildik, keyinroq aytib o'tamiz. Juda qiziq voqealar bo'lyapti. U yigitni faol men o'ylayapman, o'sha yangi partiyaga, o'sha Fidrnazar akaning partiyasiga, Alloh qulub domlaning partiyasiga xayrixoh bo'lgan bolalardan biri edi. Ko'proq shunga deb aytishyapti. Va sudni yopiq qilayotgani juda qiziq bo'lyapti. Nimaga sud yopiq bo'lyapti? Endi ko'rdingizlar, mana shu inson ekan. Men bu insonning farzandini, misol uchun mavzusini bilmayman. Mana hozir qo'yib berdim shu holatda. Bu bola nohaq qamaldi yoki haq qamaldi, bu haqda fikr bildirmayman. Chunki ma'lumotim yo'q. Shuning uchun bunga fikrim yo'q meni. Meni mavzuyim bu murojaatchi murojaat qildi Sirojiddin mediaga. Endi qarang. Shunda o'rtasidagi holatni hozir endi bu maqsad nima? Maqsad o'zlari aloqaga chiqyapti-ku. Buni farzandlari haqida gaplashmaymiz. O'sha murojaatchi bilan Sirojiddin media qanday ishlagan, shu haqda gaplashamiz, shu haqda bilamiz. Bemalol men aytganman, kim xohlasa murojaatchilari bo'lsa, bemalol siz bilan qanday bo'lgan isboti bilan. Isbotsiz bo'lmasin. Men hozir Luboy o'zimni bitta qarindoshimdimi yoki o'sha Sirojiddin Odilovni qarindoshimni chiqarib suhbatda eshittirmayman.
isbotini ko'rsatish uchun qo'yib berdim. Menga tashlab berdi. Mana shu video edi dedi. Men ko'rmadim ham o'zi, to'liq ko'rganim ham yo'q. Bu videoni men ko'rmagan ekanman. Sirojiddin mediani kuzatib kelganim bilan hamma videosini ko'rmagan ekanman-da. Baribir tabiiy holat-ku bu. Endi men hozir holatni sizlarga yana bir marta aytib o'tib ketay. Men shunchaki o'rtasizdagi murojaatchi bilan Sirojiddin mediani o'rtasidagi narsani sizlarga ko'rsataman. Qanday bo'lgan? Pul oldi berdisimi? Birgalikda hozir gaplashamiz. Shu haqda gaplashamiz. Xo'p, alo, bayrog'imizni dazmollab qo'ying, farosating bormi deb aytayapti. Endi hamma o'zini holatidan kelib chiqadi. O'sha bayroqni men qo'yibman. Bu bayroq hattoki g'ijim holatda ham men hurmat qilaman. Lekin har bitta asosiy mavzu qolib bayroqni g'ijimmasligiga gapirayotgan inson shunaqa bo'ladi. Bu qanday inson? Tirnoqda orasidan kir qidirayotgan inson bo'ladi. Mavzu qayerda? Bunga nima aloqasi bor? O'sha kuni bittasi yozyapti. Ani lyustrangni to'g'rilab qo'ysang bo'lmaydimi dedi. Seni nima ishing bor? Bu uy meniki emas. Bu uy kvartirada turaman. Bu uydagi bironta narsani o'zgartirishga meni haqqim yo'q. Uy birovning uyi. U shuni xohlagan, shuni qo'yib qo'yibdi. Bu uyning egasi, misol uchun bizni kuzatayotganlarni kerak bo'lsa 20 tasi, 30 tasini endi yana ham bilmayman. 30 tasicha chiqadi buni o'sha boyligini taqqoslasida misol uchun. Lekin shunaqa uyda remont qilgan. Shuni xohlagan bu odam. Bu kvartiraga turganlar uchun emas, o'zini uyida ham, o'zi pastda birinchi qavatda yashasa, o'ziniki ham shunaqa qilib qo'yibdi. Shunaqa bular bizga o'xshab boyaga anoga berilib ketmaganda bular shunaqa. Mayli, mavzudan chalg'imaymiz. Kaziyollar ayb izlayapti. Endi mayli, fikr bildirib o'tib ketay. Bular butun boshli millatni seni so'kib turgan payti sen o'zingni oilangni himoya qilib fikr bildirmayapsanmi? Demak, sen o'zing tasavvur qilaver kimligingni. Seni ajdodlaringgacha, nafaqat seni, barchamizni so'kdi. Seni ham borsan o'shaning orasida. Shunda ham sen meni videoyimga kirib, mana bayroqdan bitta ayb izlayapsanmi o'sha anosidan? Bu bayroq qatlanib turadi, qatlanib. Qavat-qavat bo'lib turadi, qatlanib so'mkada turadi. Chunki buni olib bu bayroqni bular bilmasligi mumkin. Kimdir olib tashlab yubormasligi uchun so'mkada turadi. Xo'p, shunaqa gaplar. Endi meni fikrimdan chalg'itishyapti-da bular. Xo'p, o'sha mayli, meni fikrimdan chalg'itishyapti. Men bitta chatga, Telegramga qaramasam bo'lmaydi. Hop, hozir javob berishim kerak bo'lgan joy bor ekan. Xullas, shunaqa gap. Endi yana aytmoqchi bo'lgan gapimizga qaytamiz. Mavzu bayroq haqida. Mavzu bayroq haqida emas, bular bayroqqa o'tib ketyapti. Xo'p. Men shunaqa bir sifatli bir studiyalarda o'tirib olib efir qilishga sharoitim hozir bu yerda men musofirdaman. Shu xohlagan joyimda efir qilaman. Mavzu bog'liq. Men chiroyli kresloda o'tirib hammani so'kib o'tirsam, og'zimdan so'kib o'tirsam, yaxshimi shunda? Orqamga 8 ta do'ppini qo'yib hammangni so'kib o'tirsam. Unda deb like bosib, gap yo'q, sen nomer 1san deb tursalaringiz, a? Mavzudan chetlashmaylik. O'sha mavzu nima haqida ketyapti? Shu mavzu haqida savol bildirilsin. Shu mavzu haqida gaplashsa to'g'ri bo'ladi. Xo'p, mayli, qaytamiz. O'sha bu inson bilan ham bilmadim, hozir yana aloqaga bir chiqib ko'ramiz endi, bir telefon qilib ko'raman. Tayyormikan, yo'qmikan, yo'lda edi.
juda ham xira. Hozir bu bilmadim nimagadir telefonimda amayib. Yo'lda edi-da, shunga bog'lanish qanday bo'ladi bilmayman. Xo'p, aloqaga chiqqandan keyin bir gaplashamiz. Men efirni boshlab yubordim, kutib o'tirmadim. Sababi men ungacha fikr bildirishim nima edi? Xo'p, Sirojiddin bolalari baxtiga sog' omon tezroq chiqsin deb aytayapti. O'shanda men aytganim xolisman dedim. Xolisman, xolislikcha chiqaraman. Qanday bilimga egasiz? Qanday bilimga ega bo'lishimni xohlaysiz siz? Yoki qanday bilimga egasiz deganingizda bir savolni yoki men tushunmay qoldim. To'g'riroq savol bersangiz, misol uchun ma'lumoting qanaqa deb so'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Agar shunday bo'lsa, ma'lumotim so'rasangiz, ma'lumotim o'rta maxsus. Komiljon yana o'chib qoldi, telefon qo'ying. Ha, telefon qo'ying dedi. Xo'p, mavzudan chetlashmaymiz. Javob berib o'tdim adashmasam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qarang, Yaxshimi? yaxshi, rahmat. Sog' salomatmisiz? Men hozir jonli efirga qarataman. Savollarni o'zim ko'rinmayman, sizni ko'rib turishsin. Savollarni berib ketaveraman. Shunga qarab faqat xolis, rost-ro'y gapirib bering. Qanday holat bo'lgan? Sirojiddin mediaga siz murojaat qilganmisiz yo o'zi topib borganmi? Bir boshidan o'zingiz aytib bering. Boshidan men Sirojiddin mediani boshida bir Zafar blog ukalarim qamalganda bir ko'rib yurardim. O'shanda uzilib qoldi. Yaxshi bo'lmayapti-da. Aloqa yaxshimas ekan. oldin o'g'lim 10 sutga qamalgan Abror Tujonov dadasi bo'laman men. Eshitilmay qoldi. Boshqa o'shani birinchi tanishganda o'shani tanishganman Sirojiddin. Yo'q, ovoz bo'lmay qoldi. Eshitilmay qoldi. Sirojiddin antena chiqmayaptimi? Yo'q, antena cho'ti chiqmayapti-da. Yo chiqyapti ekan antena. To'xtang, yana boshqatdan telefon qilaychi. Boshqatdan qiling. Xo'p, boshqatdan qilay. Xo'p, endi gapiring, ha. Assalomu alaykum. Hurmatli mashhur yurtdoshlar. Men Ahror Otajonov bo'laman. Facebook'da ham uncha-muncha yuritaman. Nozimizda uncha-muncha sal noqonuniy ishlarga, sal adolatsizlarga sal kurashib yuraman men ham. Abror Otajon hoji o'g'lini, Ahror o'g'lini dadasi bo'laman. O'g'lim ham Folladan edi. Hozir Qarshida qamoqda o'tiribdi. Chiqmay qolgani shundan. Hozir menga savol berish Sirojiddin to'g'risi. Sirojiddin ukami kamida bir 6 yildan beri taniyman. Boshida shu o'g'lim 10 sutga qamalib qolganda Sirojiddinlar kelgan edi, o'sha chaqirganman Sirojiddinga deb. Birsin pulolmasdan xolis xizmat qilib, borib yoritib, sutlarga qatnashib, o'shanda birinchi 10 sutkani tushirgan edi o'g'limda. Keyin undan tashqari Zafar bloger ham bor.
ular qamalganda kelgan, yortib bergan. Boshqa blogerlar hech qaysisi kela olmaganda shu Sirojiddin ukamni kelgan. Unga rasa o'shanda ham taziqlab bo'lgan, obtasha, qo'yma, bu deb. Lekin bir so'm pulsiz shunday xolis kelib xizmat qilib berib ketgan ukam. O'shanda o'sha Zafarlarning ishi bo'yicha o'sha bolalar bilan maslahatlashib qarindoshlar bilan 500 ming benziniga zapravka qo'yib bergan edi benzin. Faqat buni ham o'zimizdan chiqqan, u Sirojiddindan chiqmagan beringlardi. Lekin xolis xizmatni ko'p qilardi Sirojiddin. Faloncha pul ber, tutmaloncha pul ber hech qachon aytmagan. Bundan tashqari yana o'g'lim yaqinda 5,5 ming qamalganda ham bitta Sirojiddin keldi. Sudga Oqqo'rg'onda sudi bo'ldi. Bitta Sirojiddin yoritdi. Sirojiddin haqiqiy xalqparvar, vatanparvar. Bunaqa insonlar juda kam bo'ladi. Haqiqiy mard insonlardan. Endi nima deyman, ya'ni endi savollar bersanglar, savollarga javob beraman. Endi qarang, xo'p, hozir bu misol uchun hozir mavzu Sirojiddin aka haqida bo'lgani uchun o'g'lingiz haqida gaplashmaymiz. O'sha siz chaqirdingiz, misol uchun siz Chinozdanman dedingizmi? Chinozdanman. Siz birinchi o'zingiz telefon qilib chaqirganmisiz? Eng birinchi boshida o'zi kelganmi? Birinchi o'zim chaqirganman Sirojiddinda. O'sha paytda sizdan pul so'raganmi, nimadir qilganmi? Ochiq ayting. Pul to'g'risi umuman gap so'z bo'lmagan pul. Demak, masofaga ham qarasa kerak deb. 500 ming yaqinroq pul so'ramagan. Keyin xolis xizmat qilishni ham ko'p yaxshi ko'rardim. Deb ko'rib o'zimga qarab, siz xolis xizmat qildim, xolis xizmat qilib bergan. Undan tashqari ham juda ko'p chaqirganman ba'zi joylarga. Kelganda siz boya 500 ming so'mga ham benzin solib berganmiz, o'zimiz kelish dedingiz. Benzin puli bering deb so'raganmi? Yo'q, so'ramagan benzin puli ham. Mendan so'ramagan. Men uchun o'sha aytyapman, o'sha joyga kelib qolsa, xolis xizmat qilardi Sirojiddin. Endi holat, men endi o'zim aytmoqchi bo'lganim, menimcha, misol uchun shartnoma qiladigan joyi bo'lsa, demak, tinimsiz borib keladigan joy, masofa uzoqligi bo'lsa, shunday bo'lishi mumkindir. O'shaning uchun men aytayapman, xolis, mabodo siz endi mana yoshingiz ulug' insonsiz, yolg'on gapiradigan inson emassiz. Bu yoki bir boshqa narsaga emas, sizni xolisligingizga mana kuzatib turganlar yo xohlasin, ishonsin, xohlamasin, ishonmasin. Shunchaki mana yuzingizni ko'rsatib, boya videoni ko'rsatib berdim. Sud jarayoniga borganda. Mana shu inson o'zingizda manzilingizni bir aytib o'tib keting, shu bilan keyin efirimizni tugataveramiz. Toshkent viloyati Chinoz tumanidanman men. U Chinoz tumanidan. Familiyam otim Ahrol Otajonov. Facebooklarda ham uchimchi chiqib turaman. Endi Sirojiddin aka xarakter haqida bir gapirib o'ting, xarakter, insonlar bilan muomalasi haqida. Agar siz ko'rganingiz. Endi Sirojiddin juda muomalali, xushmuomala. Biron bir ana unga kommentlar yozsa ham, qattiq gapirsa ham birontasi bilan bir so'kishib urishganini eshitmaganman. Ko'p kuzatib boraman men. Hech bir birovni xafa qilganini, dilini og'ritganini hech eshitmaganman Sirojiddin. Pul olish to'g'risida kelsak, endi albatta uzoq joylarga bu ham endi bola chaqasi bor, boshqasi bor, mashinasi bor. Gap benzin quyadi, zapravka qiladi. Yo'l yo'raga bundaqa odamlarga o'sha palon million, 30 million, 40 million, 50 million deb pul so'raganini hech eshitmaganman. Hozir o'sha ham bo'yayotgan ishlarni eshityapman. U advokatini pulini olib bergan ekan. Menga matga advokat bilan kelaymi deganda, yo'q, o'zim advokatim bor. Advokat kerakmi deganda, advokatim bor. Advokatlar kerak emas deganman. Lekin advokatlar bo'lsa, endi advokatlar qonuniy dokumentlarni qilinadi, uni hamma biladi. Bo'ldi. Advokat. Advokat bilan boring, advokat kerakmi, kerak emasmi? Shuni so'rab, sizdan so'ragan. Yo'q, endi u so'ramagan, endi o'z keyin boshqa bir ikkita ishlarga aytganda, advokatingiz bormi deb so'raganda shunaqa deganda, bir ikkita ishlarda, boshqa ishlarda. Tushundim. Sizga rahmat, shunday. Sizga rahmat, shunchalik
chiqqaningiz uchun duolaringizni bildirib qo'ying. Allohim Sirojiddin tez kunlarda chiqib kelishini nasib qilsin. Endi sudlarni ham ko'ryapmiz. Xolis bo'lgan joylari ham bo'yapti, noxolis joyi ham bo'yapti. Endi iloyim xolis sudyalar, adolatli sudyalar tushsin Sirojiddinga. Shu niyatimiz endi. Tezroq chiqib kelib, mana shu xalqni xizmatini qilsin. Bunaqa Sirojiddinga bolalar 8 million aholimiz bo'lsa, 3 ta 4 ta qoldi o'zi bor yo'q O'zbekiston bo'yicha. Haqiqiylari, ko'rib turibsiz boshqa blogerlarni ham, boshqasini ham. Haqiqiy mana shu xalqparvar, xalqqa xizmat qiladigan Sirojiddin bo'ladi. Kim nima desa dursin. Qolganlar gapiraveradi, ko'ryapmiz. Hamma bilib turibdi kim qayoqqa qarab yurayotganini. Hamma kim nima ko'zi ochildi xalqni. U xalqimiz ana 80-90-2000-yildagi xalq emas, ancha ko'zi ochildi. Oq qorani tanib olyapti xalqimiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Bir duo qilib qo'ying endi. Sirojiddin akaning haqqiga bir duo qiling, mushkullari oson bo'lsin. Alhamdulillah robbil alamin. Allohim o'zingga hamd va sanolar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga durud salovatlar bo'lsin. Robbim shu Sirojiddin ukamizni ham mushkullarini oson qilgin. Tez kunlarda bolalarini bag'riga, onalarini bag'riga tez kunlarda chiqib kelishini Alloh nasib qilsin. Alloh nasib qilsin. Allohim o'zing shu ukamizga najot bergin. Amin. Allohu akbar. Amin. Allohu akbar. Rahmat sizga, chiqqaningiz uchun sog' bo'ling, salomat bo'ling. Nasib Xudo xolasa hammasi yaxshilik bo'lsin, yaxshilikka bo'lsin. Sog' bo'ling. Xo'p. Xo'p. Sog' bo'ling, rahmat. Bemalol aytyapman, men xolisman dedim. Faqat o'sha rostdan Sirojiddin mediani murojaatchisi bo'lsangiz, o'sha videosi bo'lsa sizda chiqargan bo'lsa, aytsangiz menga farqi yo'q. O'sha aytyapman-ku, bu gapirayotgan fikrlar o'sha mana bu otaxonning fikri. O'zini fikri, bu meni fikrim emas yoki sizning fikringiz emas yoki men shunaqa deb gapirasiz deb ayta olmayman. Chunki biz bu inson bilan tanishmasmiz. Chinozdan ekan. Chinozdan ekanlar desam hurmatdan bo'ladi yoki Chinozdan ekan desam hurmatsiz bo'ladi deb qabul qilmaysizlar. Chunki aytib o'tyapman, bizning shevamizda u hurmatsizlikka kirmaydi. Shuning uchun noto'g'ri tushunmaysizlar. Xo'p. Shunaqa do'stlar, ko'rib turibsizlar, xolis emas. Bu ikkalasini men aytayapman. Ikkalasini murojaatchi bilan Sirojiddin mediani o'rtasidagi bitta holatni mana hozir men sizlarga chiqarib ko'rsatib berdim. Bu ikkita murojaatchi va Sirojiddin mediani o'rtasidagi kelishuv. Qarang, yaqin masofa joyga ham shunday hisoblar ekanda. Demak, doimiy ravishda shartnoma bilan yoki borib o'sha pul berasan deb yurmas ekan. Bundan tashqari ham boshqa bir ko'pchiligi yozishyapti. Bizga tekinga kelib ketgan deb yozishyapti. Men o'zim taxmin qildim, chunki bilmayman, men Sirojiddin akaga murojaat qilmaganman. Boshimga unaqa ish tushmagan, Allohim tushmasin ham. Tushgan holatini o'zim yoritganman. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganimki, o'sha Sirojiddin media, demak, men o'zim tasavvur qilyapman, bu murojaatchilarning fikridan tasavvur qilyapmanki, Sirojiddin Odilov demak, uzoq masofaga ko'p marotaba qatnaydigan bo'lsa, endi baribir yonidan doim xarajat qila olmaydi. Balki yonida puli bor payti bemalol ketavergan. Yaqin joylar bo'lsa, uzoqroq bo'lsa, demak, pul so'ragan yoki yo'lda tushadigan joy bo'lsa, pul so'ramagan holatlari bo'lsa kerak. Lekin o'shanda ham mas'uliyati cheklangan jamiyatni xullas MChJ ochgan ekan. Soliq to'lovchi soliq to'laydi. O'sha soliq to'laydimi, to'lamaydimi deyotganlarga. Xullas shunaqa gaplar, bugungi efirimiz shunaqa bo'ldi. Qo'pol gapirgan bo'lsam uzr so'rayman. Yaxshi yomon gaplar uchun uzr, lekin barchamiz men imkon qadar so'raymanki, imkoni boricha mana shu ijtimoiy tarmoq faollarining tarmoqqa chiqib, bir-biri bilan urushib, janjallashib, so'kishib, o'sha auditoriya baribir bo'ladi. Bu tomonda auditoriyasi ham bo'ladi, narigi tomonda auditoriyasi ham bo'ladi. Ikki auditoriya ham keyin bir-biri bilan urushib, chunki bir-birini ko'rmagan insonlar urushib yotadi. Nima kerak bir-birimizni hayotda ko'rmagan insonlar urush. Keling shu tarmoqdan tashqari o'zaro uchrashib, shu narsalarni hal qilishsin, tarmoqda urushmasin deyman.
Chunki bunaqangi parokandalik kerak emas. Men bularni tarafdori ham emasman. O'shaning uchun keling, meni kimdir gapirsa, meni kimdir haqorat qilsa, borib uni efirda urishmangizlar. Meni yaxshi ko'rsalaringiz ham. Men haqimda boshqa efirga kirib gapirmaysizlar. Boshqalarni men haqimda gapirgan gapirini menga kelib aytmaysizlar. Bu bir-birimiz bilan urushib ketishimiz tabiiyki, meni kimdir so'ksa, men ham chidolmayman. Men ham chiqib gapirib so'kishim mumkin. Haqoratlasa, men ham javob qaytarishim mumkin. Lekin bu qarang, men xohlab qilmayman buni. Meni shunaqa qilib so'kib haqoratlaversa, asossiz so'kib qilaversa, men ham javob qaytarishga majbur bo'lib qolsam, bu bor-ku, unga ham, menga ham xuddi chorniy piar bo'lib qoladi bu. Chorniy piar bo'lib qoladi. Ochiq gap bu. Shuning uchun bizni chorniy piarga tiqmaysizlar. Bunda sizlarni ham hissalaringiz bo'ladi. O'shaning uchun hamma o'sha tarmoqdan tashqari hal qilishsin, birovni haqoratlamasin, hech kimni dayus demasin, hech kimni so'kmasin, laqab to'qimasin bir-biriga. Ota-onasini qo'ygan ismi bor. O'sha ism bilan chaqirishsin, laqab to'qimasin, hamma o'z yo'nalishida ketsin, imkoni boricha. Shuni tarafdorimiz. Keyin bor, insonlarda vaqt o'taveradi, yuzini ochib qo'yaveradi. Kimligini qandaydir ko'rsatib qo'yaveradi. Alloh shunaqa chevarki, kim qandayligini ko'rsatib qo'yadi. Endi o'sha ko'rsatib qo'yganda, xatoingni ko'rsatib qo'ygan paytda tan olib, men shu joyda xato qildim. Shu joyda xato qilibman deb gapirib chiqsa, men bilmadim, katta ehtimol bilan o'zim aytamanki, shu xalq shunaqa iflos ekansan demaydi-da, mard ekansan deydi. Sen tan olding xatoingni deydi. Xalq birdan haqoratlab ketmaydi. Endi aqlingni yig'ishtirib olding deydi. Xalq endi men boyagi yiqilgan odam yoki cho'kayotgan odam xasga ham tarmashadi deydi-ku. Xasga ham ilashmasdan bemalol mard bo'lib tayoqda ushlasin. Ushlasin-da aytsin, shu joyda xato qildim, sen shunaqa qilding, gapirsa, fikrini bildirsin. Sen butun xalqni so'kding, haqoratlading, meni ham so'kding shu joyda. Seni haqqing yo'q. Sen bir insonni so'kmading, butun xalqni ajdodlarimizgacha, prezidentimizgacha so'kding. Javob bir deb aytsin, shu xalq chiqadi seni dedi. Sen dedi, endi to'g'ri yo'lga qaytding dedi. O'sha xalq yana qoralab ketmaydi. Botqoqqa botib yana mana bunday qilib yotaversangiz bor-ku, botqoqqa yana ham botib ketasiz. Ko'proq botib ketasiz. Sizga tayoq tutib turgan insonlar bor. O'sha tayoqdan tutib, o'shandan ushlab botqoqdan chiqing. Meni maslahatim bu. Hech kimni qoralash niyatim yo'q. Menga aql o'rgatyapsanmi? Qayerdan chiqib olib deb gapirib yotmang menga. Xo'p, unaqa ishlar qilmaylik. Xo'p, o'sha Sirojin akaning ishi masalasida yangiliklari haqida keladigan bo'lsak, aytib o'tdim. Endi Xudo xohlasa o'sha advokatlaridan bog'lanib, to'g'ri ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilaman. Advokatlaridan bilib sizlarga ma'lumot berishga harakat qilaman. Chunki noto'g'ri ma'lumot tarqatib qo'ymay, men ham bilib bilmasdan o'sha tergov, endi men tergov sirini bilmayman-ku. O'zi tergov sirini o'zi bilmayman. Tergov sirini oshkor qilish uchun tergov sirini bilish kerak. Tergov sirini bilmayman. Demoqchi bo'lganim, noto'g'ri fikrda ham bo'lib qolmay, fikrlarim ham to'g'ri ketishi uchun o'sha advokatdan bilib xabarlarni berib borishga harakat qilamiz. Shunaqa gaplar chatdagi endi ozgina bir 10-15 daqiqa chatlarga javob berib o'tib ketamiz, savol suhbat qilib ketamiz. Nima gaplar, fikrlaringizni bildirib o'tib ketaman. Xo'p, nima ketyapti bu yerda? Suhbatda. Endi o'qiyman, tepaga chiqib yotmay, yangitdan yozgan chatlarga javob berib ketamiz. Iltimos qilib qolaman, haqorat qilmasdan, negativ fikringiz bo'lsa, negativ, o'sha haqorat qilmasdan yozing. Haqoratsiz ketaylik. Bir-birimizni so'kishda, bir-birimizga yomonlik qilmaganmiz. Men sizga yomonlik qilmaganman, siz menga yomonlik qilmagansiz. Keling, bir-birimizni haqoratlashdan foyda yo'q. Shunchaki fikr o'sha kecha, o'sha kuni kechami yo oldingi kunimi o'sha gaplashdik, mana o'sha fikrlarimiz qarama-qarshi kelgan joyda gaplashdik, ikkalamiz fikrimizni bildirdik.
Shunaqa yaxshi inson ekan. Men hurmat qildim o'sha insonni. Menga o'zini fikrini bildirdi, e'tirozini bildirdi, men ham e'tirozimni bildirdim. Suhbatlashdik, hech qanaqa haqoratlash bo'lmadi. Chiroyli yakun bo'ldi. O'sha aqlli insonlar ekanda, aqlli inson ekan. Xo'p, haqiqat yozyapti. Haqiqat egiladi, bukiladi, sinmaydi deb yozyapti. Farhod, ha, bo'pti, uni o'qimaymiz. O'sha bir balo, rahmat sizga deb yozibdi. Savol javoblaringiz bo'lsa, o'sha savollarga javoblar bildirib o'tamiz. Ota-onangizga rahmat, boringizga shukr debdi. Rahmat sizga ham. Duo qilgan otaxonga rahmat debdi. Rahmat. Men uchun endi o'sha bir balo deng deb aytibdi. Yo, men hech kimni dayus deya olmayman, chunki bunaqa fikr bildira olmayman. Hozir telefon kelyapti. Jonli efirda edimda. Hozir tugatganimdan keyin telefon qilaman. Alo. Xo'p, advokatlar Sirojiddinning oldiga kirishibdimi deb aytibdi. Advokat bilan endi gaplashamiz. Bugungi efirimda mavzusi ikkita mavzu bor edi. Endi bugun yoki ertaga gaplashib, bu haqda ertangi efirimda xabar beraman. Bugungi efirimizning mavzusi shu edi. Xo'p. Xalq bildi, shunday insonlar ko'paysin debdi. Xo'p, dayuslarning dayusida bu o'sha bir bola. Men ism o'qimay endi, mayli. Kim bo'lsa ham. O'shalar balki bilmas. O'sha holatda bilmayotgandir. Endi bilishar balki. Ularni ham haqoratlamaylik. To'g'ri yo'lga qaytishsin. Xo'p, ukajon, sizga katta rahmat debdi. Rahmat sizlarga ham. O'sha ozgina bir 5-10 daqiqa boya chatlarda juda ham ko'p yozdingizlar. Men buni o'qimaganim uchun uzr so'rayman. Men fikrimdan chalg'imaslik uchun. Komiljon olg'a debdi. Rahmat. O'sha fikrlaringizni ozgina bir chatlarda savol javoblar bo'lsa o'qiy, keyin javob beramiz. Xo'p, o'zingizda ishlar yaxshimi debdi. Yaxshi, rahmat. Xudoga shukr. Sirojiddinga salomimizni, duolarimizni yetkazdiring debdi. Men ham salomimni, sizlarnikini ham qo'shib aytib qo'yaman, advokatga aytib qo'yaman, yetkazdiring deyman. Gaplashsak, xo'p, Alloh insof bersin hammaga debdi. Insof bersa hammamizga, bizga ham insof bersin. Bizga ham insof bersinki, o'sha biz ham insofli bo'laylik, biz ham chalg'ib ketmaylik, o'tib ketmaylik, bilib bilmasdan bir ba'zi gaplarni-chi, gapirish kerak bo'lgan gaplarni ham gapirmaslik kerak o'zi aslida. Haq gapni ham gapirib bo'lmaydi, chunki bu noto'g'ri bo'lib ketishi mumkin. Deylik, shunaqa inson bor, o'zi 1000 dona obunachisi bor, 500 tami, 1000 tami, 2000 tami obunachisi bor. U butun boshli kimlarnidir haqoratlab, unga javob berib, shunaqa bor. Haqorat qilaversa, unga javob bersangiz, bir katta bu o'sha auditoriyadagi inson javob bersa, unga chorni piar ishlab bergan bo'ladi. U ki uni odamlar kuzatishni boshlaydi. Bu ham noto'g'ri. Shunaqa. Xo'p, hozir kirdim efirga. Nima haqida deb aytibdi? Efir o'sha audio zapislar, tarqalgan audio zapislar, chatdagi suhbatlar O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va uning oilasi, undan tashqari butun O'rta Osiyo va O'zbekiston aholisini va bizni ajdodlarimizni so'kkan insonni audiosini mustaqil bir bloger IT sohasini mutaxassisi bilan birgalikda o'sha montaj emasligini isbotlabdi. O'sha haqda bo'ldi va Sirojiddin Odilov, Sirojiddin Media va uni murojaatchisi o'rtasidagi suhbatni, ya'ni nima bo'lganini olib chiqib berdik. Efir davomida aytib o'tdik. Bunga batafsil to'xtala olmayman. Buni efir tugagandan keyin boshidan ko'rishingiz mumkin. Qisqacha tushuntirib o'tdim. Xo'p, ketdik. Kuch-quvvat bersin debdi. Rahmat. Sog'ligi yaxshimikin? Sog'ligi yaxshi, lekin ahvoli yaxshimi degan savolga endi tasavvur qiling. 4 devorda ichida o'tirgan insonda ahvoli albatta yaxshi bo'lmaydi. Uydan 24 soat chiqmay tursangiz, o'zingiz bilasiz. Bir oydan oshiq ichkarida o'tiribdi, ahvoli albatta yaxshi emas, lekin sog'ligi yaxshi ekan. Xo'p, malades yigit ekansiz. To'xtamang, Sirojiddin haqida gapirishdan yordam berish bo'ladi. Tezroq chiqsin, ilohim, duodamiz debdi. Rahmat. Xo'p, qarang. So'kmasdan yozingizlar. Mayli, haromimi, boshqami, unaqa imkoni boricha so'kmasdan fikrni bildirishni o'rganaylik endi. Mayli, jahl chiqqanda 1-2 marta so'kib ketamiz, lekin imkoni boricha biz ular kabi bo'lmasligimiz kerak. Men ham so'kinib gapiradigan odatim bor,
lekin imkoni boricha hayotda so'kinib gapiradigan odatim bor. Imkoni boricha mediaga chiqqanimda so'kinmay, hayotda ham kamroq so'kinishga harakat qilay. Xo'p. Komiljon Sirojiddin yordam ko'rganlar otaxonga o'xshab chiqsinlar, iltimos ayting deyapti. Yo'q, aytyapman, murojaatchilar chiqingizlar. Murojaatchilar o'sha bemalol xolis fikrlaringizni bildiringizlar. Xo'p, javob qilmaslik eng kuchli javob. Yo'q, ularga, lekin buni auditoriyasi katta. Bunga javob berish kerak. Bu gapirgan inson javob berish kerak. Ertaga boyaga audio masalasi. Ertaga bunga indamay qo'yishsa boshqalar ham chiqadi keyin. Albatta boshqalar ham chiqadi. Chunki aytadi, bu o'zi keyin u ham katta gapirib ketadi. Ertaga aytayapti-ku, o'sha Yaponiyami bir baloni fuqaroligini olib, agar boshqa joyga ketib qolsa yana gapiradi ertaga. Shunaqa. Xo'p, adolat bo'lsin debdi, rahmat. Albatta, yaxshi niyat yarim muvaffaqiyat debdi. O'g'lim o'qituvchi bo'lishing kerak debdi. Xo'p, tergov qachon tugaydi bilmayman. Buni ham advokatdan so'raymiz. Rahmat sizga, baraka toping debdi. Endi yana bitta masalaga qaytamiz. O'sha hozirgi holatda misol uchun qarang. Hamma narsani ma'lumot tariqasida aytib o'tib ketayotganimizda imkoni boricha xolislik deganda xolislik bilan ketaveramiz. Siz meni ko'proq maqtaysiz, ko'proq maqtab yozaverasizlar. Maqtasalaringiz sen eng zo'r bloger ekansan deb ko'p yozaversangiz, men ichimdan baribir insonmiz-ku, shayton bor. "O, sen zo'risan" dedi. "Komiljon Ali, sen zo'risan. Qara, sen zo'r bo'lib chiqayapsan" deydi-da, shayton ham ko'tarib qo'yadi. Ko'proq maqtamayizlar meni ham. Harakatingni davom ettirdingda meni ham tergab qo'ying. Xolis fikr bildir. "Ey Komiljon Ali, xolis fikringni bildir" deb yozib qo'yavering meni. Chunki ko'proq maqtasalaringiz, endi shayton borda, men yana kibrga berilib ketmayin. Mayli, auditoriyam katta emas, kibrga beriladigan darajada ham emas hozir. Yana ham shu narsa bo'lib ketmasligi uchun xolisroq fikr bildirishga harakat qil deb, sen xolissan demasdan xolisroq fikr bildir deb yozib qo'yingizlar. Lekin onda-sonda maqtab ham qo'yingizlar, chunki maqtash kerak joyda. Lekin ko'proq o'sha tergab tursalaringiz yaxshi, ertaga o'zgarib ketmasligim uchun. Bu menga ko'proq o'sha men xolis fikr bildirishim uchun meni o'sha auditoriya, sen chalg'ima, e'tibor berma, o'sha menga negativ bo'lgan insonlar juda ham chiroyli tushuntirib qo'ydiki, aytib qo'ydi. O'zlari juda ham chiroyli tushuntirib qo'ydi. "Hey" dedi. Menga endi hozir efirda ba'zi gaplarni aytsam bo'ladi, ba'zi gaplarni aytmasam bo'ladi. O'sha ba'zi holatlarda provokatsiyaga berilib ketma dedi. Ba'zi holatlarda shunaqangi ba'zi insonlarni dedi, shunaqangi temaga qo'shib, ularni yomonotlik qilib qo'yma. Ularning darajasi ulug', tepadagi darajadagi insonlarning darajasini tushirib qo'yma. O'zing bilib bilmasdan deb turib shunaqangi chiroyli tushuntirib qo'ydiki, ularni qabul qilamiz. So'kmasdan shunaqa negativ fikr bildirsa buni qabul qilamiz. Haqorat qilmay, lekin hamma ko'rib turgan narsani ko'rib, bitta narsaga yopishib, shu joyiga javob ber. Bayroqni nimaga g'ijim? Ana kepkan nimaga kiyib olgansan? Uyda ichida o'tiribsan, boshingdan soya issiq o'tmayapti, yomg'ir yog'mayapti. Nimaga kepka kiyib o'tiribsan? Nimaga futbolkang sariq degan savollarni bermaysizlar. Bu provokatsiya, bu kir qidirish. O'sha narsaga yopishib olmangizlar. Xo'p, ketdik. Salom Pastarg'omdan Haqguy debdi. Pastarg'omga ham assalomu alaykum. Sirojiddinga ozodlik bersin Allohim debdi. Rahmat. Salom, Telegram ishlamayaptimi? Ishlayapti. Xo'p, Komiljon siz zo'r emassiz. Prosta ko'ngil insonsiz debdi. Rahmat. Rahmat ukajon, sizga Alloh yuzingizni yorug' qilsin debdi. Rahmat Sarvar opa. Xo'p, sog' bo'lingizlar. Keyin o'zgarmang, lekin paka normalniy ketyapsiz. Xursandmiz. Sirojiddin haqida yangiliklar ketkazing. Shunday gapirib ketingizlar. Chunki ko'p maqtasalaringiz men ham o'zgarib ketishim mumkin-da. Xo'p, kulishyapti. Hamma harakatlaringiz foydali bo'lsin ilohim deyapti. Rahmat. Xuddi shunaqa. Xo'p, sizga sinov, maqtovlar Sirojiddin bu ham sinovdan o'tgan deb aytayapti. Yo'q, shunaqa bo'lish kerak-da. Qachon buni qamatamiz? Buni qamatmaslik, men o'zi birovni qamatish tarafdori ham emasman. Birovni qamalish, lekin o'sha boya aytganimdek, butun boshli xalq oldin mayli ketdi, oldin ketuvdi. Bitta Sirojiddinni so'kayapti yoki o'sha
o'sha Jahongir To'laganov, Otabek Hamidovlar, boshqa hokazo o'sha Xurshid Shonazarov, xullas Otabek Jo'rayevlarni so'kyapti. Unga qarama-qarshi bo'lgan insonlar yoki o'sha kuzatayotgan insonlarda endi obunachilar ham uni so'kyapti-ku. Uni so'kyapti-ku deb xursand bo'lib turibdi, fikr bildirmayapti. Men shunda ham nohaq deb hisoblayman. Chunki ularni onasidan so'kish, bular xato qilgan taqdirda ham ularni onasidan so'kish va ularni onasidan so'kkanda biz jim turishimiz bu ham noxolislik bo'lib qoladi. Chunki ularni onasida ayb yo'q. Ha, ularni onasi ham muslima ayollar. Ularni onasi muslima ayolni so'kkanda biz jim turishimiz nima? Nima? O'zlaringiz javobini berasizlar. Shuning uchun xo'p, shunaqa tepadagi chatlarda o'qib ketamiz. Temurdek kartasiga pul tashlagan, endi buni bilmadim. Xo'p, Alloh kuch-quvvat bersin. Tez kunlarda ozodlikka chiqsin. Halol, iymoni but inson edi. Tarbiya qilgan ota-onalariga rahmat debdi. Rahmat, shunaqa duo qilib turingizlar, yaxshi gapirib turingizlar. O'sha bemalol siz ham fikringizni bildiravering. O'sha aytayapman-ku, hozir yana sizni ismingizni o'qisam, men tanidim kimligingizni. Hozir ismingizni o'qisam yana provokatsiya bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun ism familiyangizni o'qimayman. Chatdagilar ko'rib turibdi. Bemalol siz bilan o'rtadagi muloqotda men sizni ham bunga tortmoqchi emasman. O'sha pul oldi berdisi haqida siz o'zingiz guvohligingizni Xudo xolasa Alloh taolida o'zlaringiz berasizlar. Ism familiyangizni o'qisam hozir yana men sizni ham bu tomonga yana tortgan bo'lib qolaman. O'shaning uchun tortmay qo'yavering. Aka Sirojiddinga qanaqa statiya deb aytayapti. Xo'p, buni ertaga yana boshqatdan bir aytib o'taman. Hozir efirim yakunlanyapti. Hozir oxirgi ma'lumotda o'sha 165 ni ham qo'yib qo'yibdi, lekin u haqda ham batafsil advokat bilan gaplashgandan keyin ertaga aytaman, Xudo xohlasa. Rossiyada kapsula o'yinini o'ynatib odamlarni pulini olib yotganlar bor. Shularni yoritib bera olasizmi vaqtingiz bo'lganda deb aytayapti. Endi bu masalada bir blogerni men chiqarganman bundan oldingi kanalimda. Rossiyada ishlab yurgan paytim olib chiqqanman, u bloger menga murojaat qilgan, u haqda muammolar bo'lgan. Bu haqda gaplashamiz. Bir gaplashib ko'ring, isbot dalili bo'lsa ko'ramiz. Xo'p, aka Sirojiddinga qanaqa buni o'qidim, ishlaringizga omad, rahmat. Aka Sirojiddinga qanaqa buni o'qidim aytganday. Xo'p, Komiljon Ali, sizga Sirojiddin obunachilarning hurmati cheksiz debdi. Rahmat. Bitta bayroqni qayta gapirmasdan savollarga javob berish kerak debdi. Xo'p, bo'ladi Hoshimjon aka. Shunaqa hayronman. Domla nima bu? Xo'p, uni ham qo'ying, unga ham o'zlari hal qilishsin. Jahongir To'laganov, Otabek Hamidov, Otabek Jo'rayev, Xurshid Shonazarov, Sardor beklarni hurmat qilamiz. Haqiqatni gapiradigan kam sonli blogerlar, ular biz hurmat qilamiz deb yozibdi ularni debdi. Rahmat. Xo'p, aka bayroqni dazmol qilib qo'ying iltimos debdi. Dazmol qilmayman aytganingiz bilan, lekin dazmol qilmayman. Chunki dazmol yo'q. Dazmol qilsam kuyib ketadi. O'shaning uchun kuydirmayman, dazmol qilmayman. Uzr. Xo'p, Bezod onlayn deb yozibdi. Salom berayotganlarga va alaykum assalom. Xitoyliklar 100 gektar joyni sotib olgan joydan gaz chiqdi debdi. Gaz chiqqan bo'lsa yaxshi, ziyoni yo'q. Yaxshisi bor, yomoni yo'q. Ogohlantiryapman. Negativ kim yozsa bloklab qo'yaman debdi. Mayli, karta Telegramdan chiqaman. Katta rahmat ekan. Karta raqam birdan xayolga pul kelyaptimi? Shunda kartaga pul tashlayman. Yo'q. Hazil. Xo'p, o'sha karta deb o'qiydigan bo'lib qopman. Katta deganni ham. Xo'p, so'kmaymiz. O'sha bolani men so'kmayman, o bolani ham. Mayli, bir og'zimdan chiqib ketganda Temurni ham so'kmayman men. Buni o'sha qonuniy oldida, o'sha qonunda oldida javobini bersin. So'kat efirda hammani. Xo'p, uni ham so'kmayman. Xo'p, so'kmayman. Uni ham imkoni boricha so'kmaslikka harakat qilaman. Javobini bersin. Xudo xohlasa albatta buni nazoratga olishadi. Hozir chiqib hammani so'kyapti hozir dedi. Bo'ldi, kirmang uni efiriga. Efiriga kirmang. Qachon shuni javobi? Qaysini javobi? Xudo xohlasa debdi. Xullas shunaqa gaplar do'stlar, gaplashdik efirda.
yaxshi yomon gaplar bo'ldi. Savollaringizni o'qiganimcha o'qidim. O'qiyman degan gapimdan keyin, undan keyin qolganlariga nima edi? Xullas, qolgan savol-javoblar menimcha yo'q. Hammalaringizga rahmat. Qo'llab-quvvatlayotgan insonlarga rahmat. Xolis bo'lingizlar. Hammasini ko'rib, kuzatib turuvchi Alloh bor. Alloh hammani oldida, Alloh taoliga borganda javobini beradi. Men kimnidir ayta olmaymanki, ertaga qiyomatda javob berasan, shuni men so'rab olaman deb ayta olmayman, chunki Alloh taoliga borganda meni ahvolim qanday bo'ladi? Meni ahvolim qanday bo'ladi? Men o'zi o'sha menga nohaqlik qilgan insondan men so'rab ola olamanmi yoki men kimgadir nohaqlik qilgan bo'lsa mendan so'rab oladimi hali? Men o'zimni holatimni bilmayman, so'rab olamanim deb ham gapira olmayman. Shuning uchun avvalo boyagi prezidentni haqoratladi deganimda ko'pchilik o'sha paxta qo'yding, u bu deyotganlar uchun aytayapman. Avvalo prezidentni, uni oilasini, undan tashqari xalqni va butun boshli millatni va ajdodlarimizgacha haqoratladi. Boshida Sirojiddin mediani haqoratlayapti, Sirojiddin mediani haqoratlamasin deb chiqqanimda e'tibor bermadi. Endi butun boshli bo'lib ketdi. Shuning uchun aytib o'tayapman. Xo'p, Sirojiddin akani ishlariga o'sha xudo xohlasa yangiliklarni gapirib o'tib ketamiz. Gapirib turing. Gapingda tuturug'i yo'q deyapti. Tuturug'i bor gaplarga o'ting aka. Tuturug'i yo'q-da. Tuturug'i bor gaplarga o'ting. Hammamizning oxiratimiz obod bo'lsin deb xuddi shunday salomat bo'ling, yaxshi dam oling deyapti. Yaxshi dam olasizlar. Allohga omonatsizlar. Xudo xohlasa yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin. Barchamizni eng oxirimiz chiroyli bo'lsa, hammamizni. Men sudlarga ishonaman. Sudyalar hozir juda ham ko'p holatlarda odillikni qilyapti. Xudo xohlasa tergov jarayonlari ham odilona o'tadi degan umiddaman. Hammangiz Allohga omonatsiz, biz ham Allohga omonatmiz. Yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin. Hech bir insonni butun boshli millatni va prezidentini haqorat qilishga haqqi yo'q. Albatta javobini bersin. Sirojiddin akani ishlariga yengillik bo'lsin. Xudo xohlasa Alloh yuzlarini yorug' qilib chiqarsin va uni qoralagan insonlar va endi Sirojiddin mediani o'rtasida bitta taroziga qo'yamiz. Alloh o'zi hammani yuzini ochib qo'ydi. Endi bemalol ko'rsalaringiz bo'ladi kim qandayligini. Hammamiz insofimizni bersin. Rahmat, sog' bo'lingizlar. Ertaga Xudo xohlasa efirda ko'rishamiz.